Kim nima desin, lekin patologi baland uylarning remonti boshqacha chiroyli turadi. Novostroykaga kelganimizda Chilonzor C kvartalida 55 kvadrat metrga joylashgan 2 xonali xonadonimizda. Bu yog'imizda mehmonxona sifatida qoldirganmiz. Mehki zonani ko'rishingiz mumkin. Biralariga e'tibor qo'yasizlar, juda ham chiroyli remontda bitirib berganmiz. Mana bu joyimizda, koridorimizda kirishimizda bilan prixojniy shkaflarni oppoqqina qilib joylashtirib qo'yganmiz. Xo'p, aynan noodatiylikni yoqtiradigan klientlarimiz uchun ayiqti junlardan gilamlarni to'shab qo'yganmiz. Mana bu joyda общий sanuzelimiz joylashgan, o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Samishonli qilib, chiroyli qilib joylashtirib qo'yganmiz. Qo'li uchun rakovinalargacha o'rnatib qo'yganmiz va dushovoy kabina qilib qoldirib berganmiz. Bu yog'imizda esa oshxonamiz, aynan ayollarimiz yoqtiradigan oshxona, ayollarimiz xohlagandek bo'lib turibdi. Kirishimizda bilan stol zonasini qo'yib qo'yganmiz. Bemalol oila davrasida o'tirib, ovqatlanib o'tirsanglar bo'ladi va kuxonniy mebellariga o'zingizlar e'tibor qilib qo'yasizlar. Hamma sharoiti bilan tayyor holatda, strelkalarigacha tayyor qilib o'rnatib ketdik. Xo'p, duh kontur orqali isitiladi. Ko'rib turganingizdek, hamma xonalarda cho'pli pollari o'rnatilgan. Qishda sovuqdan g'am yemaysiz, xudo xolasa. Endi yotoqxonani ko'rsatib o'tib ketaman. Mana bu joyda yotoqxonamiz joylashgan. Yotoqxona ham duh spalnini joylashtirib, chiroyli qilib vid berib qo'ydik. Mana bu joyda shkaflarigacha o'rnatib berdik. Xo'p, 9 qavatli binoning 4-qavatida joylashgan bu novostroykamiz 112 ming AQSh dollar so'rayapmiz. 55 kvadrat metrni tashkil qiladi. Mana bu joyda nomer qoldiraman. Batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.